Assalomu alaykum hammaga. Bu kanaldagi birinchi videoyim. Eee, o'zi YouTube kanal ochib, kanalni yurg'izish bo'yicha juda katta maqsadlar bor edi. 1-2 oy oldin o'ylab yurgandim, lekin juda kechiktirish bo'ldi. Ssenariy yozishim kerak yoki ideya topish kerak, qanaqa ideyalar bor deb. Shunaqa dangasalik yoki eee, aniqsizlik mani o'rab olgandi. Lekin shu boshlash qo'rquvi menda juda ko'p edi. Shuning uchun shu videoni birinchi videoni olyapman. Man o'zim haqimda aytib o'tsam, bu kanalda nima bo'ladi? Bu kanalda ko'pincha sun'iy intellekt, IT, psixologiya, falsafa yoki ta'lim, xullas miya miyani ishlatadigan fanlar bo'yicha videolar bo'ladi. Bu birinchi videoyim. Ko'proq prosmotr kutmayman. Setupim juda fancy emas. Lekin ishonamanki, qo'llab-quvvatlaysizlar. Keyingi videolar chiqadi, Xudo xohlasa. Rahmat hammaga. Qo'llab-quvvatlashinglarni kutaman.